bilan Ozodbek. Hammaga salom, sizlar bilan Ozodbek. Bugun daraja oshgani sari biz boshqacha Minecraftga o'tamiz. Birinchi 0-darajada shunaqa Minecraft ekan. Yo'q, normalni. Tonini ko'rsatib qo'yishgan. Ulishlari normalni. Reklama qoldi qaraqadir. Xo'sh, qani ketdik. Bu qorli olish kerak. Kesinlarga ham. Kesinlar uchun tez olish kerak. 0-darajada mayli, yaxshi Minecraft. Sizlarga qanaqa qaysi darajadagi Minecraft yoqdi? Kommentga yozib keting. Bu 0-darajada. Tezroq 1-daraja bo'lishi mumkin. Mana 3 turibdi, ammo hali 3-daraja bo'lmadik. Mana ular to'lsa 1-daraja bo'lamiz. Obunachilar. Qorli buyumni boshqasida hech narsa yo'q ekan. Bu Minecraftda hech kim kelyapti. Taraf yo'q. Mana o'sha kerak. O'sha turibdi. Haqiqatan Minecraftda tushuk yo'q edi. Nihoyat 1-daraja bo'ldik obunachilar. Nihoyat. Nima bu? Endi boshqa Minecraftga o'zgartish kerak. Mana 3-darajada 10 darajamiz turmas ekan obunachilar. Demak yana 2-daraja bo'lishimiz kerak. 2-daraja. Bunni o'ldirishdan avval daraxtlar olishimiz kerak. Normalniy obunachilar. Gullar. Normalniy obunachilar. Ya, anotdagi nima? Kapalaklarmi obunachilar? Kapalaklar obunachilar. Minecraftda birinchi marta kapalak ko'rishdim desam hazil. Kim kapalagi Minecraftda necha marta ko'rgan? Kommentga go. Yozib keting. Kapalakni necha marta? Men o'zim 2-3 marta ko'rishim menimcha. 2-3 marta ko'ryapman. Tezroq daraxt joy olishimiz kerak. Daraxtlar normalmi? Daraxt chopib bo'lgancha o'chirib turaman. Mana obunachilar asa bo'ldik. Bitta verstakasi oldik keyin. Obuna bo'lib qo'yinglar. Endi shu videoda mayli. Eng kami 3 dona desam hazillashgan bo'laman. 3 dona vashim kam. Eng kami nechta. Eng kami nima? Mayli. Oxirgisi eng kamilak 5 ta bo'lsin. 5 ta. Bu arimi obunachilar. O daraja berish kerak. U daraja berdimi? Normalniy daraja berdi obunachilar. Uranmayman. Urisharkan. Kapalak o'zini kim qachon ko'rgan? Ular urmagan yaxshi edi. Yashim. Ko'pim. O mana ar. Bu arida. Bu xuro. Haqiqiy o'xshatib qo'yishdi obunachilar. O'zim Minecraftdan farq qilmaydi. Arada nechta naqa tusharkan. Arini bekor uryapti. Aytdim obunachilar. O'lmaylik. Qaytib kelmas.
Bo'ldi, yo'lga qaytib boring obunachilar. Hali beri birinchi daraja bo'lmadi. Ikkinchi daraja bo'lishimiz kerak edi obunachilar. Shillaqurt. Kim ko'rgan bunaqa shillaqurt? 5 ta laykdan keyin qo'y deganman. Urmas ekan yaxshi. Daraja berarmikan? Berarkan. Birinchi daraja bo'ldik. Boya birinchi daraja bo'lgandik. Ikkinchi daraja bo'lishimiz kerak. Menimcha shu go'shtni olmayman obunachilar. Darajasi kerak menga. Tushib qolishim mumkin. Cho'chqalashim kam daraja berarkan, ammo urmasligi yaxshi. Birato'lasi tosh qo'yarkan obunachilar. Mayli. U dahshat qolgan anaqasini yeb qo'ydi. Ikkinchi darajaga sal yetmayapti. Bu nima ekan obunachilar? Toshmikan? Menimcha tosh bo'lsa kerak. Aniq tosh. Tosh ekan obunachilar, toshligini kim bilgan? Bir xilla qum deb o'ylaydi. Davay obunachilar, aktiv bo'laylik, like bosib va qanchalik zo'rligimizni ko'rsataylik. Endi bu kanalda video kam chiqadi, shorts chiqadi, faqat short. Chunki hech kim like bosmayapti bu kanalga. Videolarimga. Yangi kanal ochsam, o'shanga faqat videolar olib boraman. O ko'mir bizga rostdan kerak ekan. Mana qanaqa bo'lib? Yer blogiga. Aytdim, qanaqa bo'lib desam. Endi toshli aslaha qo'ramiz. Bo'ldi, yaxshi. Bularni otib olamiz. Pechga asab qo'yib qo'yishimiz kerak, ammo hozircha pechkamiz yo'q. Mana shu o'ldirsam balkim. Ikkinchi daraja obunachilar. Ikkinchi daraja. Endi o'zgarmaydi. Menimcha 3-daraja bo'lishimiz kerak. Bittadan qo'shilish kerakmi? Yo, obunachilar o'lib qoldim. Ay. Negadir o'zgarmayapti obunachilar. Mana o'zgardi nihoyat. Boya o'lgandim, narsalar qaytib bormas ekan, keyin o'sha joylarda paydo bo'lmaydi ekan. Bu kim o'zgardi? Qanaqa yozinglar. Keyin qanaqa Minecraftligini aytaman. Ko'pchilik o'ynaydi obunachilar. Endi ko'pchilik o'ynaydiganlarga hamma eslasa kerak. Qanaqa Minecraft? Mana qo'limdan ham o'ysizlar. Mana ko'rsataman. O'zimiz Minecraft obunachilar ko'pchilik o'ynaydigan. Boshqa Minecraftda o'ynashi ham mumkin, ammo yarimlari shunaqa Minecraft o'ynaydi. O'zi oddiy Minecraft obunachilar. Endi 3-daraja bo'lishimiz kerak. Obunachilar, endi vashim o'lmaymiz. O'lsak bo'ldi, Minecraftni o'chirib tashlaymiz. O'lmaymiz, qo'rqmanglar obunachilar. Qalaq. Qalada men boshlayman. Qalada yashab qolaymi yoki qishloqli yarim shaharmi yoki qishloq
sessiyasi ochildi. Bekorga qildi hisobdan obunachilar. Endi tashlaymiz obunachilar, qo'rqmanglar. Endi 3-daraja bo'lishimiz kerak. 3-chi. Mana to'q o'zimizda bilinyapti. O'zimizning grafligi. Oxirida yanglishadi. Mana birato'lasi tosh borish kerak. Mana bitta toshlar. Ko'mir. Mana 3-daraja shu yerda bo'lamiz. Normalniy daraja beradi obunachilar. Qanaqa videolar oling, qo'ychi yozib qo'yinglar, olaveradi. Xohlagan qaysi videolarni ko'proq ko'rasiz, keyin ammo shu videoda 5 ta like bo'lish kerak, 5 ta. Agar 5 ta like ham yig'olmaysizlar, keyin men bunaqa videolar chiqazmay qo'yaman. Zombi apokalipsi chiqazdim, obunachilar o'tib ko'ringlar. Zombi apokalipsi 2. Birini ko'rmaganlar biriga o'tib ko'rsin. Endi yaxshi, normalniy. Shuncha ko'mirdan nechta? 16 ta ko'mirdan hali 2-daraja bo'lolmagan. O'zimiz Minecraft kim ko'proq o'ynaydi? Mana shu Minecraft. Kommentga yozib ketsin. Endi bu kerak. Pechga sovurish kerak obunachilar. Toshim yetmas ekan, yana bitta tosh qo'yamiz. Bundan qanaqa Minecraftga o'tarkan, o'zim ham bilmayapman obunachilar. Qanaqa Minecraftga o'targan. Bu pishgancha biz o'ldirib turamiz. Voy, agar cho'chqa bolalar ko'p, cho'chqani o'zi ham ko'p ekan. Biz cho'chqani tuxumi deb to'g'ratib go'shtimiz darajasi kerak. Darajasi. 2-daraja bo'ldik, yaxshi. 4-chi. Ovozim sal bo'g'ilib qolgan, ahamiyat bermaysizlar obunachilar. Keyingi videoga ko'rishguncha, keyingi videoda shu oxirigacha borishga harakat qilamiz.